Ey donjua. O'rta! Xush kelibsan, yaxshi kelib oldingmi? Shukr kelib oldim. Seni sog'indim o'rta. Men ham sog'indim seni. Yur, bitta oshaylik. Shoshma. Shuna bir joyga o'tib kelaylik, keyin boramiz. Qatga? Borganda bilasan, taksi chaqir. Xo'p. Nima qilamiz bu yerda o'rta? Men mashina senga. Menga? Hazillashma. Nimaga? O'rta. Ota-onam tirik bo'lganda qo'llab-quvvatlasharmidi? Ketolmayapman-da o'rta. Bormasang nima qiladi? Bormasam ham bo'ladi. Lekin meni proyektim o'tgandi. U yoqqa borsam ish tayyor. Shunaqa degan. Men shuncha yil o'qidim. Sohamni yaxshi ko'raman, o'rta. Katta kompaniyada oyog'iga ham turib olardim. Unda o'rta, meni Matizimni sotamiz. Borib ishingni bitir. Nima? O'zi zo'rg'a shu mashinangni kun kechiryapsan-ku? Bitta gapda o'rta. Menda orzu bor, zo'r mashina haydash. Lekin maqsad yo'q. Senda bo'lsa maqsad bor. Bu eng kerakligi. Sen o'ylama, men amallab mashina olaman. Faqat sen shijoating o'ldirma. Ko'zlaring yonib turishini qaragan. Xijolat qilib qo'yding-ku. Bos. Men senga ishonaman. Sen epliysan. Eslading-a? Yaxshi mashina haydash niyating bor edi. Mana hayda o'rta. Hey, nima unaqa qilasa? Meni esimda ham yo'q u gaplarim. Qaytarishing uchun bermaganmi pulni? Buyursa mayli. Menga qara. Sen chet elda eding. Qanaqa bu mashinani olding? Shunisi qiziq bo'pti. Qara o'rta tushuntiraman. Avtoe'lon ilovasida endi rasmiy dilerlar degan bo'lim bor. Bu yoqda Lyubboy avtosalonlari rasmiy ish yuritadi. Ya'ni uydan chiqmasdan turib, yangi marka mashinasini Avtoe'lon.uz ilovasidan topsang bo'ladi. Qalay? O'shanda men aytdim. Menda orzu, senda maqsad bor deb. Og'aynimga yangi mashina olib beraman deb maqsad qilib yo'lni ham qilib qo'ysan-da, baraka top. Hayda endi. Endi meni mashinam bor. Yes! Woo! Ketdimi? Oshiymizmi? Ketdi.